Bugungi videodan keyin sizni miyangizda katta yengillik paydo bo'ladi. Agar siz qaysi kasbni tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, hamma allaqachon maqsadini topgandek tuyulsa, noto'g'ri kasb tanlab qo'ysamchi degan qo'rquvingiz bo'lsa, unda bu video aynan siz uchun. Eng qizig'i, ko'pchiligimiz kasb tanlashdan qo'rqyapman deb o'ylaymiz, lekin aslida kasb tanlashdan emas, balki xato qilishdan qo'rqayotgan bo'lamiz. Bugun shu haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, siz 17 yoshda turib butun hayotingizni tanlash vazifasi sizga berildi. Bilaman, bu oson emas. Atrofingizdagilar har doim sizdan so'raydi: "Qayerga topshirasan? Kim bo'lasan? Kelajagingni o'zi o'yladingmi?" deydi. Lekin hech kim sizdan "O'zingni tanidingmi? Nimalarni yaxshi ko'rasan? Nimalar seni charchatadi? O'zingni holatingni bilasanmi?" deb so'ramaydi. Shuning uchun ko'pchilik qizlar kasb tanlayotganda o'zini emas, balki atrofidagi boshqalarni eshitadi. Bitta qiz shifokor bo'lishni xohlaydi, chunki oilasi shuni xohlagan. Boshqasi pedagogikaga kiradi, chunki dugonasi ham o'sha yerda topshirgan. Ulardan ajralishni xohlamaydi. Yana bitta qiz ITga qiziqmasa ham puli ko'p ekan deb kirib ketadi. Natijada bir necha yildan keyin ishidan emotsional so'nish holatiga kelgandan keyin o'ziga savol beradi: "Men aslida o'zi nimani xohlayapman?" degan. Aslida kasb tanlash biz o'ylaganchalik qiyin emas, lekin o'zini tanimasdan turib kasb tanlash bu juda ham qiyin. Ijtimoiy tarmoqlarga kirasiz, kimdir 18 yoshda biznesini ochgan, yana kimdir chet elga ketgan, yana kimdadir million obunachilar bor. Lekin siz hali ham o'zingizni qaysi fakultetga tanlashingizni, kirishingizni aniq tushunib yetmagansiz. Shu payt o'zingizdan hafsalangiz bir bo'lib samatsangiz tushib ketadi. "Men kechga qolyapman shekilli" deysiz. Lekin siz faqat odamlarning natijasini ko'ryapsiz. Ularning shubhalarini, yig'lagan kunlarini, adashgan yillarini hech qaysini siz ko'rmayapsiz. Bitta narsani to'g'ri tushuning. Hayot bu sizga poyga emas. Sizni yo'lingiz sizga tegishli. Boshqalar yashab o'tmaydi u yo'lni. Ba'zilar o'zini 25 yoshida topadi, ba'zilar esa o'zini 35 yoshida topadi. Muhimi o'zini topish, qalb kasbini topish, boshqalardan oldin topish emas. Ko'pchilik qizlar menga bitta savol berishadi: "Qaysi kasb yaxshi? Qaysisini tanlay?" deyshadi. Lekin aslida bu to'g'ri savol deb o'ylamayman. To'g'ri savol qanaqa bo'ladi desiz, qaysi kasb menga mos? Chunki bu dunyoda yomon kasb degan narsa yo'q. To'g'ri, ayrim holatlar bor, istisno, lekin ularni kasb deb ayta olmaymiz. Mos va mos bo'lmagan kasblar bor. Masalan, kimdir odamlar bilan ishlashni yaxshi ko'radi. U pedagog yoki psixolog bo'lib gullab yashnab ketishi mumkin. Boshqa biri esa tinch muhitda ishlashni yoqtiradi. U dizayn, dasturlash, tarjima sohasida o'zini topishi mumkin. Har bitta insonning yo'li turlicha bo'ladi va biz unga hammaga tushadigan qoidalarni bera olmaymiz. Shu sababli kasb tanlashingizdan oldin o'zingiz quyidagi 3 ta savolni berib ko'ring. Bu boshlanishi bo'ladi, lekin birinchisi, men nima qilishdan zavq olaman? Yozing, qog'oz ruchka oling. Nima ishdan zavq olishingizni yozib chizing. Ikkinchisi, siz nimani tez o'rganasiz? Nimalarni o'rganasiz? Balki siz tez til o'rganarsiz, zo'r tarjimon chiqarsiz, balki siz internetda dasturlashni zo'r o'rganarsiz yoki internetdan biror bir pishiriqlarni pishirishni tez o'rganarsiz. Sizdan zo'r konditer chiqishi mumkin. Nimani tez o'rganishingizni yozing. Uchinchisi, odamlar mendan ko'pincha nimada yordam so'raydi? Menga misol uchun odamlar ko'pincha IT bo'yicha yordam so'raydi va men digital marketing sohasida ham faoliyat olib boraman. Bu menga yordam beradi. Ya'ni siz ham jamiyatga foydangiz tegadi, ham o'zingiz biladigan, o'zingizga yoqadigan soha bilan shug'ullanishingiz mumkin. Javoblar sizni o'zingizga yaqinlashtiradi. Telegram kanalimda kasb tanlashingizga yordam beradigan, yana qobiliyatlaringizni aniqlaydigan testni joyladim. Video ostidagi havola orqali kirib ishlab ko'ring, u ham sizga yordam beradi. Endi eng mashhur qo'rquvlar haqida siz bilan gaplashamiz. Noto'g'ri kasb tanlasamchi degan qo'rquv bor. Keling bitta narsani tushunib olamiz. Siz robot emassiz. Sizga bir marta dastur yuklab qo'yilmaydi. Hattoki robotga ham unaqa qilinmaydi. Ya'ni dasturi obnovleniya bo'lib turadi, yangilanib turadi. Inson o'zgaradi, qiziqishlari o'zgaradi, orzulari o'zgaradi, hatto kasbi ham o'zgaradi. Bugun pedagog bo'lib ishlayotgan inson kecha iqtisodchi bo'lgan bo'lishi mumkin yoki aksincha. Yaqindagina shunaqa holat bo'ldiki, 20 yillik tajribaga ega pedagog ustozim iqtisod fanlari bo'yicha PhD yo'qladilar. Ularning qalb kasblari aslida iqtisodchi bo'lib chiqdi, lekin 20 yillari ketgan shu sohaga. Lekin shunda ham oxirida tushunib yetib faoliyatlarni o'zgartirdi va bu qo'rqinchli emas. Ba'zan inson birinchi tanlagan kasbida emas, keyinchalik kashf qilgan sohasida baxtli bo'ladi. Shuning uchun xato tanlov qilish hayotingizni buzmaydi, faqat yo'nalishingizni o'zgartirishga majbur bo'lasiz qolasiz. Ba'zan aynan noto'g'ri tanlov sizni to'g'ri joyga olib keladi. Bitta narsani bilasizmi? Ko'pincha qizlar kasbi o'zidan emas, odamlarning fikridan qo'rqadi. Agar siz hozir
kasb tanlashdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, sizga bitta gap aytaman. Sizning vazifangiz bugun umringizda hal qilish emas. Umringiz hal qilingan. Sizning vazifangiz navbatdagi qadamingizni topish. Faqat navbatdagi. Bitta kursga borib ko'ring. Biror mutaxassis bilan gaplashib ko'ring. Biror kitob o'qib ko'ring. Biror bir sohani sinab ko'ring. Hayotda eng katta qismi sinov va tajribadan iborat bo'ladi. Shuning uchun o'zingizga bosim berishni biroz kamaytirib turib, shunchaki tajriba yo'liga o'ting. Siz hali kechga qolmadingiz yoki siz adashib qolmadingiz. Siz shunchaki o'z yo'lingizni izlayapsiz va bu juda ham normal holat. Va esingizda bo'lsinki, kasb tanlashingiz sizni kelajagingizni topishingiz emas. Kasb tanlashingiz o'zingizni topishingiz. Va bu yo'ldagi birinchi qadamingiz xolos. Siz hozir qaysi kasb haqida o'ylayapsiz? Kommentariyada yozing. Balki keyingi videoda aynan siz uchun kerakli ma'lumotlarni berib o'tarman. Ko'rishguncha salomat bo'ling.